Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Front-end ilovalar yaratish fani 3-mavzu mashg'uloti. Mavzu funksiyalar va parametrlar. Ushbu darsda JavaScript dasturlashtirishning muhim tushunchalaridan biri funksiyalar va ularning parametrlariga qaratilgan. Funksiya nima? Nima uchun ulardan qo'llaniladi? Funksiya qayta ishlatish uchun, ya'ni kodlarni, qayta takrorlanib kelayotgan kodlarni ishlatishda bir xil kod blokini bir necha marta yozish o'rniga uni funksiya ichida saqlash orqali qayta ishlatish mumkin. Bu kod miqdorini kamaytiradi. Tashkillashtirishda funksiyalar murakkab vazifalarni kichik boshqariladigan qismlarga bo'lishga yordam beradi. Bu esa dasturni o'qish va tushunishni osonlashtiradi. Xatolarni aniqlashda, kod muammolarini izolyatsiya qilishda funksiyalar bir qancha kodlar soddalashtirilganligi sababli mavjud xatoni aniqlash va uni tuzatish osonroq bo'ladi. Har bir funksiya o'ziga qaratilgan ma'lum bir vazifani bajarishga mo'ljallanganligi sababli qaysi qismda yoki qaysi vazifada funksiyada muammo borligiga qarab xatolarni aniqlash, yana ham ularni bartaraf etish qulay va oson amalga oshiriladi. JavaScript funksiyalarini e'lon qilish usullari. JavaScriptda funksiyalar yaratishning asosiy 3 usuli mavjud. Har biri o'ziga xos holatda ishlatiladigan joylari bor. Birinchisi to'g'ridan-to'g'ri funksiyani deklaratsiya, ya'ni funksiyani e'lon qilish. Bu function kaliti so'zi bilan e'lon qilinadi. Dasturning istalgan joyda e'lon qilinishida oldin yoki keyin ishlatilib chaqirilishi mumkin. Bunda misol keltirilyapti. Function salom ber funksiyasi yaratilib, figurali qavs tarkibida funksiyaning tanasi ko'rsatiladi. Ya'ni ushbu holatda sintaksis function xizmat so'zi, funksiya nomi, qavs ochib yopilib, qavs ichida agar parametrlar mavjud bo'lsa, parametrlar yoki shunchaki o'zi, undan keyin funksiya tanasi ko'rsatib o'tilyapti. Ikkinchi uslub expression uslubi deyiladi. Bunda funksiya ifodasi ma'lum obyektga saqlanadi. Bunda funksiya o'sha o'zgaruvchiga odatda const orqali tenglash orqali yaratiladi. Faqat e'lon qilingandan keyin chaqirish mumkin. Ya'ni bunday holatda funksiyani yaratganimizda buni istalgan joyda foydalanib ketaolmaymiz. Qachon funksiyani avval yaratib olamiz, undan keyin funksiyadan foydalanishimiz mumkin. Quyida buni ham sintaksini ko'rib o'tishingiz mumkin. Va navbatdagisi arrow functionlar, ya'ni tarjima qilsak o'q funksiyalari sifatida bo'ladi. Sababi bu yerda mana shu tenglik va katta belgilar orqali arrow shakliga o'xshash holatda qo'llanilganligi uchun bu funksiyalarni o'sha expression uslubidagi yoki bo'lmasa callback funksiyalarida ko'rishimiz mumkin. Mana shunday holatda kelib turgan funksiyalarni qisqa yoki ixcham ko'rinishga sintaksisga ega holatda shakllantirish uslubi sifatida qaraladi. Aytib o'tilyapti turganda, ayniqsa callback funksiyalar uchun juda ham qulay. O'zining bunda funksiyalarda this konteksti mavjud bo'lmaydi. Ya'ni buni tarkibida thisni to'g'ridan-to'g'ri arrow functionda qo'llay olmaymiz. Funksiyani parametrlari va argumentlari haqida. Funksiyalar ko'pincha tashqi ma'lumotlar bilan ishlash kerak. Ya'ni qandaydir ma'lumot kiritsak, kiritilgan ma'lumotni qayta ishlab funksiyamiz bizga qandaydir vazifalar yoki yangi natijalarni hisoblab beradi. Bunda o'sha mana shu kiritilayotgan turgan ma'lumotlar funksiya yaratilayotgan turgan paytda kiritilayotgan turgan ma'lumotlar funksiya parametrlari sifatida qo'llaniladi. Ya'ni funksiya e'lon qilinayotganda qavs ichida ko'rsatilgan nomlar funksiya parametrlari hisoblanadi. Ular funksiya ichida lokal o'zgaruvchi sifatida xizmat qiladi. Ya'ni funksiyani tanasida to'liqligicha o'zgaruvchi sifatida ishlashimiz mumkin. Bu yerda buni sintaksis keltirilyapti va mana parametr sifatida ism va xabar ma'lumotlari jo'natilyapti. Funksiya e'lon qilinib turilganda ko'rsatilayotgan turgan ushbu ism va xabar parametr hisoblanadi va funksiyani chaqiryapti turgan paytimizda mana shu parametrlarga o'rnatilayotgan turgan yoki uzatilayotgan qiymatlarimiz funksiya argumentlari sifatida vazifa bajaradi. Ya'ni parametr va argument tushunchalari o'zaro bir-biriga bog'liq, lekin farqlar
mavjud ekan. Parametr e'lon qilingan turilganda ko'rsatilgan ma'lumotlar yoki bo'lmasa ko'rsatilib turgan o'zgaruvchilar, obyektlar sifatida bo'lsa, argument buni funksiyani chaqirib turgan paytimizda parametrda o'rniga uzatiladigan haqiqiy qiymat sifatida qaraladi. Bu yerda argumentlar uchun misol keltirilyapti. Mana yuqorida xabar yubor degan funksiyamizni yaratgandik. Ism va xabar parametrlari bor edi. Mana shu parametrlariga ismga Ali, xabarga salom degan ma'lumotlarni uzatyapmiz. Bu yerda Ali va salom argument sifatida, funksiyaning argument sifatida kelyapti. Funksiyalarimizda majburiy va majburiy bo'lmagan parametrlar mavjud. JavaScript boshqa ko'plab tillardan farqli o'laroq funksiya chaqirilganda argumentlar sonini majburiy tekshirmaydi. Bu moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Ammo ba'zan xatolarga olib kelishi mumkin. Argument yetishmasa, funksiya chaqirilganda parametrga qiymat uzatilmasa, u holda o'sha parametrning qiymati avtomatik ravishda undefined qiymatda bo'ladi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, function f funksiyasi bor, a va b qiymatlar ketyapti va konsolga log a plus b degan natijani chiqarib berish bo'yicha funksiya yaratilyapti. Chaqirayotgan paytimizda bo'lsa, funksiyaga faqatgina a parametrida qiymati 5 argument sifatida o'rnatilyapti. B parametrga bo'lsa, argument o'rnatilmayapti. Shu sababdan bu yerda undefined ekanini hisoblaydi va natija sifatida none, ya'ni not a number degan qiymatni hosil qiladi. Endi argumentlar ko'rsatilgan funksiya e'lon qilyapti turgan paytda parametrlar sonidan ko'p bo'lsa-chi, unda funksiyaga parametrlar sonidan ko'proq argument uzatilsa, qo'shimcha argumentlar hisobga olinmaydi. Ammo argument obyekti orqali ularga kirib mavjud ma'lumotlar haqida ularni qayta ishlashimiz mumkin. Bu yerda mana f funksiyasiga bitta a parametrimiz mavjud, lekin funksiyada e'lon qilib bo'lgandan keyin funksiyani chaqirishda yoki unga murojaat qilishda ikkita parametr qo'llanyapti. Bu yerda 20 ni to'g'ridan-to'g'ri hisobga olmay o'tib ketaveradi. Boshqa dasturlash tillarida bo'lsa, bunday holatda funksiyada bizga xatoliklar yuzaga keladi, ya'ni dasturimizda kompilyatsiya bo'lish jarayoni amalga oshmaydi. Bu parametrlarimizda standart qiymatli parametrlarga, ya'ni default parametrlarda ko'rib chiqishimiz mumkin. Bilamizki, JavaScriptda mana shu ECMAScript versiyalari mavjud. ECMAScript 2015-yilga ES6 bilan birgalikda kiritilgan xususiyat parametrga qiymat berilmaganda ishlatiladigan oldindan belgilangan standart qiymatni o'rnatish imkonini beradi. Sintaksda standart qiymatni parametr nomidan keyin tenglik belgisi orqali berish mumkin. Bu kodni tozalaydi. Qulayligi undefined qiymatlarni tekshirish uchun qo'shimcha if shartlarini yozish zaruratini yo'qotadi. Misolda bu yerda ko'rishimiz mumkin. Berilyapti turgan misolda mana darajaga 2 deb turib, funksiyani parametriga default parametr yoki bo'lmasa default value ni o'rnatib qo'yilyapti. Agarda biz baza va daraja ma'lumotlarini bu yerda darajani qiymatini bermasak, shunchaki 3 ta o'zini beradigan bo'lsak, o'zi avtomatik ravishda 2 ni olib turib natijani hisoblab beradi. Qolgan parametrlar, bundan tashqari rest parametrlar bor yoki bo'lmasa split operatori yordamida qo'llab ishlatishimiz mumkin. 3 ta nuqta, undan keyin mana shu args deb turib nomlab qo'yapmiz. Bu yerda mana shu massiv sifatida qarashimiz mumkin. Qolgan parametrlar funksiyaga uzatilgan qolgan barcha argumentlarni yig'ib, ularni haqiqiy massivga aylantirish imkonini beradi. Bu funksiyaga turli miqdordagi argumentlarni qabul qilish imkonini beradi. Funksiyaga cheksiz argumentlar o'tkazish imkoniyatini beradi. Afzalliklari sifatida argumentlar to'plamini massiv metodlari map, filter yoki reduce kabi metodlar bilan ishlatish qulaylashadi. Ya'ni massiv bo'lgandan keyin mavjud ma'lumotlarni qayta ishlash yana qulaylashadi. Ya'ni doimo massiv turda qaytadi. Bu esa argument obyektidan farqli o'laroq qulayroqdir. Argumentlar sifatida ketgan argument obyektidan massivni boshqarish bizga qulayligini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bunga misol sifatida mana yig'indan hisoblash uchun sonlar berilyapti. Boshida natijani 0 olib turib, siklda aylantirilyapti va natijaga sonlarni qo'shib ketyapti.
Ya'ni son sonlar avvalgi darslarimizdan eslasak, massivlarda tarkibidagi elementlarni qisqartirilgan holatda siklda for sikli yordamida, for of sikli yordamida olishni ko'rishimiz mumkin. Bu yerda mana shu kelyapti turgan 3 ta nuqta split operatori sifatida bo'ladi. Buni turlicha holatda tarjima qilib olishimiz mumkin. Endi biz split operator sifatida qaraymiz. Bu funksiyani qolgan parametrlardan farqli vazifani bajaradi. U massiv yoki obyektni alohida elementlarga yoyib beradi. Masalan, boshlang'ich massiv 1, 2, 3 berilayotgan bo'lsa, bu yerda alohida qiymatlar 1, 2, 3 yoyish operatori 3 nuqta yordamida yoki split operatori yordamida elementlardan massivlarga o'tishini ko'rishimiz mumkin. Funksiya parametrlari orqali obyektni destrukturizatsiya qilishimiz mumkin. Bunda murakkab obyektlarni funksiyaga uzatishda parametrlarda to'g'ridan-to'g'ri obyekt xususiyatlarini ajratib olish mumkin. Bu kodni yanada qulay o'qish imkoniyatini beradi, ya'ni qulay sintaks bilan ishlash imkoniyatlarini beradi. Obyekt xususiyatlarini funksiya tanasida, ya'ni info-ism kabi murojaat qilish o'rniga ularni parametrda to'g'ridan-to'g'ri ism, yosh kabi ajratib olish mumkin. Bu usul funksiya ichida qaysi xususiyatlardan foydalanilayotganini aniq ko'rsatadi va kodni yanada aniqroq qiladi. Masalan, konstanta foydalanuvchi ism Dilshod, yosh 30, shahar Toshkent kabi berilganda funksiya parametrida to'g'ridan-to'g'ri destrukturizatsiya amalini o'sha keyingisida ko'rishimiz mumkin. Mana function foydalanuvchi ma'lumoti figurali qavslar ichida ism va yosh sifatida obyekt tarkibini alohida foydalanishga imkoniyatni shakllantiryapti. Bu yerda misolda ko'rishimiz mumkin. Xo'p, yakuniy xulosa va keyingi qadamlar sifatida JavaScript funksiyalari dasturlashning asosiy tayanchi hisoblanadi. Parametrlarni to'g'ri tushunish, samarali va barqaror kod yozish uchun albatta kerakli narsa parametrlar funksiyalarning ajralmas qismi sifatida ko'rishimiz mumkin. Asosiy nuqtalar sifatida funksiyalar kodni qayta ishlatish, tashkillashtirish va boshqarish uchun muhim hisoblanadi. Parametrlar ma'lumotlarni funksiyaga uzatadi. Standart parametrlar qolgan parametrlar va destrukturizatsiyadan foydalanish kod samaradorligini va o'qilishini oshiradi. Amaliy mashq sifatida mustaqil o'zingiz har xil turdagi funksiyalar yozishga harakat qiling. Bir nechta parametrlarni qabul qiladigan, standart qiymatlarga ega bo'lgan va qolgan parametrlar orqali ko'p sonli argumentlarni qayta ishlaydigan funksiyalar bilan birgalikda ishlash tavsiya etiladi. Darsimizda hozir amaliy mashg'ulot sifatida sodda bitta funksiyani yaratib, uni e'lon qilib, undan foydalanishni ko'rib chiqamiz. Masalan, kvadrat tenglamani ildizlarini hisoblab beruvchi funksiya yaratishga harakat qilib ko'rsak. Buning uchun men JavaScript fayl va HTML fayllarni hosil qilib olganman. Shu yerda demak funksiyalar bilan ishlash sarlavha qo'yaman. Bu yerga ham h1 bilan funksiyalar bilan ishlash kabi yozib qo'yamiz. JS faylimizni bog'laymiz. Script src app.js faylimizda tekshirib olamiz. Buni bitta konsolga log qilib salom dunyo yoki hello world brauzerda ochib qayta yuklab ko'ramiz. Salom dunyo funksiyalar bilan ishlash chiqyapti. Endi mana shu yerda konsol o'yinamizda funksiyalar bilan ishimizda davom etamiz. Demak, bizga kvadrat tenglamasi uchun funksiya kerak edi. Buning uchun function kvadrat tenglama yozamizda nechta parametrlar bo'ladi? Bular a, b va c parametrlar o'rnatiladi. Shu yerda biz bitta diskriminant uchun diskr degan o'zgaruvchi olamiz. Bu b kvadrat minus 4ac formula orqali aniqlanadi. Agarda diskriminantimiz noldan kichkina bo'lsa, shunchaki biz natijalarni konsolga e'lon qilib ko'raylik. Javob qaytaradigan qilmasdan tenglama hech kimga ega emas degan natijani qaytaramiz. Agarda diskriminantimiz 0 ga teng bo'lib qolsa,
Bunda x o'zgaruvchi ochamiz-da, buni minus b2 formula bo'yicha aniqlab, tenglama bitta yechimga ega turib natijani chiqaramiz. Va oxirgi holati else deymizda x1 va x2 ni aniqlaymiz. Minus b plus ildiz ostida diskriminant taqsim k x2 ni ham mana shunday hisoblab, konsolga tenglama ikkita yechimga egaligi bo'yicha ushbu kodlar ketma-ketligimizni amalga oshiramiz. Funksiyamizni yaratib oldik. Bu hozircha hech qanday javob qaytarmaydigan funksiya. Parametrlar sifatida a, b, c funksiyalarimiz parametrlari keltirilyapti. Endi mana shu yaratilgan funksiyamizdan foydalanish yoki unga murojaat qilishda ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga o'zgaruvchilar kerak bo'ladi. Qiymatlarni kiritamiz. Masalan, a teng 1, b teng masalan 5, c teng 6 deydigan bo'lsak, shu yerda x1 emas va x2 emas chiqishi kerak. -2 va -3 qiymatlar bilan. Hop, ishlatib ko'ramiz. Kvadrat tenglama. Bu yerda ABC ma'lumotlar chiqarib ishlatib ko'ramiz. Va tekshirsak, tenglama ikkita yechimga ega. x1 -2, x2 -3 sifatida chiqyapti. Boshqa holatlarni ham tekshirib ko'ramiz. Demak, 1 -4 desak, bitta yechimga ega bo'lib chiqish kerak. Mana 2 chiqyapti. Mana shu yerda s ni qiymatini biroz kattaroq olamiz. Ko'radigan bo'lsak, yechimga ega emas deb chiqyapti. Demak, mana shunday tartibda funksiyalarni yaratib olib, bu funksiyalarni e'lon qilishda 3 ta uslubda aytib o'tgan edik. Bu function declaration'ga to'g'ri keladi. Siz expression yoki error funksiyalar yordamida ham bu narsalarni amalga oshirishingiz mumkin. Bugungi darsimiz bo'yicha ko'rib chiqishimiz kerak bo'lgan narsalar shular. E'tiboringiz uchun rahmat.